Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Mana navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Bog'dod tumaniga o'rnatdik. Sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Buni bo'yi 4 metr bo'ldi. Eni 340. Materiallariga keladigan bo'lsak, stokasi 12 ga 8 bo'ldi. Lisa 1.8 listan bo'ldi. Buni kvadrati 9.000 dan tayyorlab beramiz. Общий summasi 12 millionga tayyor bo'ldi. Tiva setka pramogi bor. Ochilmaydi. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.